Sabr. Sabr normallikni saqlash, chidamchan g'ayratlik bo'lish, ochiqni yutish, ko'ksini kerish, jafo mushaqqatni yengish, aql va din ko'rsatgan yo'lda mustahkam turish qatorliq ma'nolar bor. Butkul axloqiy go'zalliklarni o'z ichiga olganligi uchun sabrning dinimizdagi o'rni intayin yuqori. Sabr ilohiy rizoni vojib qilgan. Allah rizosini qozonishni qo'lga keltirishni lozim qilgan muborak bir sifatdir. Din va axloqdagi sabr yaxshi ko'rmagan va ig'irchilik ilib kelgan voqealar oldida as-so'shini yo'qotmay, ig'ir bisiqlik bilan haqqa taslim bo'lishdir. Bu haqda İmam Navaviy mundaq deydi: Sabr nafsini amr qilgan ishlarni qilishga majbur qilishdir. Bu ibodatning mushaqqatiga, insonning beshiga kelgan baloyi ofatlarga va gunoh bo'lmagan ziyon zahmatlarga chidab, bardoshlik berish bilan amaliylashidi. Sabr qilishga tegishli ishlarda ruhoniy sifatlardan bo'lgan afu qilish, muloyim, kamtarlik, iffat, qanoat, shafqat, marhamat va kangqo'rsoqlikqa o'xshash axloqiy ortiqchilikqa ega bo'lgan xarakterimizni qo'llanishimiz kerak. Sabr go'zal axloqning eg'irlik markazidir. Iymonning yerimi, shadxoram va baxt saodatning ochqichidir. Jannat ne'matiga erishtiradigan ulug' fazilatdir. Har turlik yaxshilik va foyda sabrda bo'lganligi uchun boshda payg'ambarlar, anbiyolar, avliyo, olimlar sabrni odat holga keltirgan. Qur'on Karim 70 yerda sabr to'g'risida to'xtaladi. Oyatlarda payg'ambar alayhissalom va butun ummatiga sabr tavsiya qilingan. Bu oyatlardan ba'zilari munolardir. Ey Muhammad, Allohning yo'lida sana yetgan aziyatlarga sabr qilgin. G'alba faqat Allohning yordami bilan qo'lga keladi. Ularning iymon etmaganligiga qayg'urmagin. Ularning hiyla-mikirisidan yurgin siqilmasin. Parvardigoringning ularga bo'ladigan azobini ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan. Uyqudan turgan vaqtingda Parvardigoringga tasbih aytqin, hamdu aytqin. Allah sen bilan ularning orasida hukm chiqarg'uchi, dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidag'in. Allah eng haqqoniy hukm chiqarg'uchidir. Sen Parvardigoringning rizoligini tilab, atdigan oqshomda uningga ibodat qildiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan sabrchan billa bo'lgin. Payg'ambarlarning hayoti tabliğ yo'lida duch kelgan jafo mushaqqat oldida tillarda daston bo'lgan sabr o'rnaklari bilan to'lgan. Nuh alayhissalom tayoq to'qmoq va insonlarning masxar qilishidek har turlik aziyatga 950 yil sabr qilgan. Musa alayhissalom İsroil o'g'illariga Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar deb tavsiya qilgan. Ayyub alayhissalom beshiga kelgan musibatlarga sabr qilgan. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqidik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir degan ilohiy iltifotga erishgan. Oyatda deganidek Luqman alayhissalommu o'g'liga: "Ey o'g'ilchig'im, namozni vaqtida ta'idil o'rkan bilan o'qig'in. Kishilarni yaxshilikqa buyrug'in, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulfatlarga sabr qilg'in. Chunki haqiqatga da'vat qilg'uchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilishga, iroda tiklashga tegishlik ishlardandir" deb nasihat qilgan. Payg'ambar alayhissalom Makka va Toif xalqining qattiq zulmi oldida sabr qilgan. Bir muddatdan keyin bu insonlar iymon bilan sharaflangan. Anbiyo va avliyolar sabr bilan Allohning yordamiga erishgan. Bu sababdan ular bizning o'rnak oladigan kishilarimiz bo'lishi kerak. Sabrning dunyolik tarafi ochiq, oxirat tarafi lazzatlikdir. Sabrning ochiqligiga bardoshlik berganlar abadiylik yurti bo'lgan jannatga va Allohning rizoligiga erishidi. Nafsimiz qanchalik orzu qilsa qilsin, haromlarga yaqin kelmay, qanchalik eg'ir bo'lsa bo'lsin, sabr qilish mas'uliyatchanlikqa ega bo'lib, Allohning amrlari qiyin kelsa-mu, sabr bilan o'rindishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom sabrning turi va fazilatini bildirgan bir hadisda mundaq degan: Sabr
3 tur. Musibat oldida sabr, qulluqda sabr va gunohga qarshi sabr. Kimki toqatining yetishicha musibatlarga sabr qiladi ekan, Alloh uningga 300 daraja yozadi. Har ikki daraja orasida osmon zamin qadar musofa bo'ladi. Kimki ibodatda sabr qilsa, Alloh u kishiga 600 daraja yozadi. Har ikki daraja orasida yer yuzi bilan 7 qat osmonga qadar musofa bo'ladi. Kimki masiyat, ya'ni gunohga qarshi sabr qilsa, Alloh uningga 900 daraja yozadi. 2 daraja orasida yer bilan arshga qadar musofa bo'ladi. Har qanday ahvolda Allohning amr cheklamalaridagi ne'mat, hikmat va ilohiy mukofotlarni o'ylash sabrni osonlashtiradi. Ba'zida ustimizdan atalmagan tabiiy falokatlarni ko'tarishdan boshqa choramiz bo'lmaydi. Har chorsizlikning yagona chorasi Allohdir. Shikoyatlar, faryodlar, urushlar o'zini yo'qotishdan boshqa bir narsa emas. Buning uchun beshimizga kelgan hodisalarga sabr qilib, Alloh taologa sig'inish, har narsaning uningdan kelganligini bilish va uning bir imtihon ekanligini idrak qilib, mukofotini o'ylash oqilona bir ishdir. İnsan bu imtihon dunyosida har orzu qilgan narsasiga erisholmaydi. Erisholmagan narsalar uchun uning bo'lmaganligi biz uchun xayrlikdir yoki bo'lgan narsasida xayri bordir. Deyish qulluq uchun eng muvofiq bo'lgan va bizni ma'naviy darajalarga erishtiradigan go'zal odatdir. Sabr zo'rlash bilan emas, ko'ngil xo'shligi bilan qulning Rabbiga bo'lgan taslimiyatidir. Kuchi yetgan holda sabr qilib, intiqom olmaslik ulug' fazilatdir. Sabrning birinchi sharti musibat bilan tunji qitim uchrashganida sabr qilishdir. Vaqti o'tgan sabrning mukofoti yo'qdir. Bu sababdan avlod yoki yaqinlaridan ayrilgan kishining tunji qitimqi sabri muhimdir. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilishicha, payg'ambar alayhissalom o'g'lining qabri beshida faryod chekib yig'layotgan bir ayolning yonidan o'tib ketib etib, uningga "Allohdan qo'rq va sabr qil" dedi. U ayol: "Men bilan koring bo'lmasin. Mening beshimga kelgan falokat sening beshingga kelmadi" dedi. Ayol payg'ambar alayhissalomni tanimadi. Uningga u zotning payg'ambar alayhissalom ekanligini xabar qilganida, u ayol buni anglabla payg'ambar alayhissalomning uyiga yugargan peti keldi. U yerda uningga to'sqinlik qilgan hech bir kishi bo'lmaganligi uchun payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, huzur bayon qilgan holda, "Ey Rasululloh, sizni taniy olmadim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Haqiqiy sabr musibat tunji qitim kelganida ko'rsatilgan sabrdir" dedi. Alloh taolaning ismlaridan biri As-Saburdur. Ya'ni Alloh taolo qullarga muhlat berib, bu zaman ichida tuzkorlik qilganlarga mu rizq beradi. Agar Rabbimiz dunyoda gunohlardan darhol intiqom olgan bo'lsa edi, koinot qandoq ahvolga qolgan bo'ladi? Buni o'ylab beqish kerak. Oyatda mundoq deydi: Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganida ularning amallariga qarab jazo beradi. Sabr ismi sharifining axloqda eng go'zal tajalli qilgan qullari payg'ambarlar va Allohning muttaqi bandalaridir. Shuningdek, kangchilik va torchilik vaqtlarida intayin muhim bo'lgan sabr ulardan bizga kelgan eng go'zal axloq o'rnaklaridan biridir. Kangchilik vaqtlarida sabr, g'urur va kibrdan saqlanish, intiqom olmaslik, shahvatga mag'lub bo'lmaslik, bexillik, isrofdan ijroq turish, peqirlarni xo'r ko'rmaslik va qilgan yaxshiligini yuziga solmaslikqa o'xshash go'zal xislatlarga ega bo'lishdir. Chunki nafs insonni davomli nachar illatlarga zo'rlaydi. Bularga sabr qilib, ichinishlik oqibatga qolmaslik kerak. İbrahim alayhissalomning ahvoli kangchilikdagi sabrga go'zal o'rnakdir. U dunyoga oid hech bir narsaga mayl etmagan. Aksicha dunyoga oid har narsani Rabbining omonati deb bilgan.
Allah Taala onunğa nurg'un imkonlar baxsh etgan bo'lsa-mu, sabr ko'rsatib, nafsi orzu qilgan har narsadan jiroq turgan va halil suftiga erishgan. Sulaymon alayhissalommu Allah Taala baxsh etgan dunyo saltanatiga mayl bo'lmay, bu saltanatni qalbining sirtida to'shigan. U pat-pat piqirlarning yiniga berib, ular bilan birga o'ltirishdan lazzat ilib, miskinlarga yarışıdı degan. Buning bilan dunyo saltanati ichida kamtarlikning eng go'zal holatini yashagan. Torliqdagi sabr, shikoyat, hasad, sirni pash qilish, g'azablanish, o'ch ilishga urinish, oila kishilari va yaqinlari bilan ittifoq o'tmaslikka o'xshash yomon sifatlardan jiroq turishdir. Uningga o'xshash ahvollarda sabr qilib, yomon ish va xiyollardan jiroq turishga g'ayrat qilish kerak. Buning uchun anbiya va avliyolarning kangchilik va torliqdagi ahvollardan ibrat ilib, ularni o'rnak qilish lozim. Payg'ambar alayhissalom mu'minlarning bir musibat va qiyinchilikda qolgan vaqtlarida umidsizlanmay, Alloh taologa tavakkul qilishi uchun mundaq degan: o'ziga bir musibat kelgan musulmon Allohning buyrug'inidek biz Allohga oid va uningga qaytamiz. Ey Alloh, menga bu musibat uchun ajr ber va buningdan bu xayrlisini ihson qil desa, Alloh u musibatni ko'tarib etib, uningdan mu yaxshisini beradi. Kangchilik, torchilikdagi qalbiy ofatlardan qutulish va ilohiy rizolikka erishish uchun sabr qilishga majburmiz. Ayyub alayhissalomning ahvoli torliqdagi sabrga eng go'zal misoldir. Ayoli Rahima uningga: "Sen bo'lsang bir payg'ambar, duoying maqbuldir. Sening hozirgi ahvoling nihoyat xatarlik. Allohga duo qilib shifolikka erishgin", dedi. Ayyub alayhissalom: "Alloh menga 80 yil salomatlik berdi. Kesilimga texi 80 yil bo'lmadi. Kesilimga bir qancha yil bo'ldi. Alloh taologa duo qilishdan xijil bo'laman", dedi. Natijada bu ulug' yoritilishga ega payg'ambar tillarda daston bo'lgan sabrning natijasida burunqi salomatlik, yoshlik va boyligiga erishdi. Mo'lchilikda qo'lida har turlik imkon bo'lgan holda sabr qilganlarga ag'niyoki shokirin deyiladi. Yo'qlikda ko'nglini Rabbiga bog'lab shikoyat qilmay, shukr qilganlarga fuqiroi sabirin deyiladi. Ag'niyoyi shokirin va fuqiroi sabirin uchun son sanoqsiz mukofotlar bor. Ro'z tutgan bir kuni Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu uchun intayin katta bir iftorlik tayyorlandi. Lekin u bu yemekliklarga qarab mundaq dedi: "Mus'ab ibn Umayr Uhud urushida shahid bo'ldi. U mendanmu fazilatlik edi. Lekin uning kepalligi uchun bir yaktigidan boshqa bir narsa yo'q edi. Uning bilan beshini yo'gisak oyiqi, oyig'ini yo'gisak beshi ichilib qoldi. Hozir bizga dunyolik har narsa berildi. To'g'risi, yaxshiligimizning mukofotining bu dunyoda berilishidan qo'rqaman." Keyin Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu yig'ladi va tamoqni yemay chiqib ketdi. Oldin qatordagi sahobiylardan Abu Zar raziyallohu anhu mu intayin yo'qsul edi. Shundoq bo'lsa-mu sadaqa berishdan orqada qolmaydi va umri shukr ichida o'tdi. Chunki payg'ambar alayhissalommu uningga: "Ey Abu Zor, yemikinga ozroq suv qat va qo'shnonga ber", degan. Ko'ngil iqlimiga payg'ambar alayhissalomning so'ygusini hokim qilgan birsi boy, boshqa biri yo'qsul ikki buyuk sabr obidisi bo'lgan sahoba. Ular ayni ruh holi ichida, biri mo'lchilikda, yana biri yo'qsillikda Allohning rizosiga erishish va islomni yashash uchun ko'rsatgan sabrning go'zalligini naqadar mukammal aks ettirgan. Bizmi bu tuyg'ularga ega bo'lish uchun zikr, suhbat, nafiqa, sadiqa va chin ko'ngildan qilingan duolarga muhtoj. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, toat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlaringlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor bo'linglar. Zamon bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, biri-biriga haqni tavsiya qilishgan,
biri-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir. Haqni va sabrni boshqalarga tavsiya qilishdan burun avval o'zimiz bularni amaliyotga tatbiqlashimiz kerak. Alloh taolo hammamizni sabr toqat qilishga muyassar qilsin. Bütün anbiyo va avliyolarning sabr g'ayratidan bir hissa nisb qilib, toqat keltirolmaydigan imtihonlardan bizni muhofazat qilsin. Amin.